Xo'p, Xonzoda Boymatova. Bobonat aka, mana siz Jahongir Muhammad va Asliddin Kamol nohaqlik qilgan 5 kishiga minbar berdingiz. Ularga qarshi adolatsizlik qilindi deb olib chiqdingiz. Ha, nimalarni aytyapti? Yusuf Ro'zmurodov qo'ygan 4 kishini olib chiqdingiz. Ammo lekin shu 5 kishiga minbar berganingiz uchun savol yo'q-ku bu yerda. Usmon Abdulla yozibdi. Bobonat aka, assalomu alaykum. Ozodlik radiosi Bo'mdagi holatga nimaga jim? Boshida gapirishayotgandi. Bilmayman, u ozodlikchilardan so'rash kerak. Xonzoda Boymatova yozibdi. Bu sig'may qolgan shekilli. Hech bo'lmaganda 5 kishiga minbar berganingiz uchun hech bo'lmaganda nega Bobomurod Abdullani so'kyapsizlar? Uning aybi bizga minbar berganimi? deb bir og'iz hech biri aytmayapti. Tushundim. Ya'ni aytyaptiki, mana siz Yusuf Ro'zmurodov bilan, ya'ni 4 kishini o'ndan haydab chiqardilar. Ular dedi, adolat qaror topish uchun minbar qidirib, ularga bloklab qo'ygandan keyin sizdan minbar so'rab keldilar. Siz ularga minbar berdingiz. Ular yuzma savol berdi Asliddin Kamolga. Ya'ni men o'zim nima dedim? Minbar berdim va haqiqatni yuzaga chiqarish ikkisini lopma-lop qildim. Manglayman. Xo'p, shundan keyin men minbar berganim uchun xuddi men parchalaganda rostdan ham menga tashlanib ketdi. Endi bu yerda savol beryapti. Nega o'sha sizdan minbar olib chiqqanlar dedi, Bobomurodni nega so'kyapsizlar? Uning aybi bizga minbar bergan deb sizni bir olsam aytmayapti, himoya qilmayapti dedi. Endi Xonzoda Boymatova. Endi bizlar shunday o'zbekmiz, o'z millatimiz o'zbek, axir biza ishimiz bitguncha, eshagimiz loydan o'tguncha. Nima qilamiz? Insonni himoyasiga umidvor bo'lmang. Himoya qilsa, qilmasa. Haqiqatan ham men ham eng og'ir haqoratlarni Jahongir Muhammad, Asliddin Kamol, ayniqsa mana Jur'at, onamni ham haqorat qildi kecha. Indamay o'tiribdi. Yusuf Ro'zmurodov ham, Dildora Boymatova, ani nima deydi? Yana nima deydi? Ani ikkitasiga umid ham yo'q ulardan. Qanday ular? Ularga minbar kerak bo'lganda Bobomurod kerak. Lekin keyin Bobomurodni o'sha minbar bergani uchun savolasalar, ularga minbar berganim uchun savolat haqorat qilyapsiz. Indamay o'tiraveradi. Eng yaxshi gumonga borsangiz, fahm farosati yetmaydi, shijoat edi. Bu biz uchun dashnomga qolib ketyapti. Bir og'iz chiqib Asliddinga yoki Jur'atga yoki Jahongir Muhammadga aytaylik, aybi minbar berganimi deb aytmaydi ular. Aytaman, yo fahm farosati yetmaydi, yo qo'rqadi, yoki kerak emas edi. Ishim bitdi, menga nima? Mana o'zbek mana shunaqa bo'ldi. Unga parvo qilmang. Kerak emas ularning himoyasi. Men o'zim jurnalistik vazifamni bajardim. Yaxshi ham suhbat o'tkazdim. Asliddinni basharasi ochildi mana. Dildora Mo'minova o'sha yerda Bobomurodni nega taklif qilaylik desa yo'q deding deganda, ana shu narsalar chiqib ketdi. Men bilmasadim shu. Bular avvaldan Bobomurod qo'shilmasin degan pozitsiyada bo'lgan. Jahongir Tullak ham, Asliddin Kadikalla ham amyoba. Ikki amyoba. Nimaga? Bo'mni tuzgan dixisi Asliddinga aytgan. Qara degan, hamma kelsin deb chiqarasa, Bobomurod kelsa olmaysan degan. Chunki Bobomurod maskalarni yutib hammasini dabdarasini chiqaradi. Dixini topshirig'i bo'yicha qo'rqib o'tirgan bular kelmasin. Mikrofonimni ham shuning uchun o'chirdi bu. Bobomurod borgan joyda tagiga yetadi.